Yana bitta robot yasab qo'ydim. Mana shuni ham ko'rsataman. Bundan oldingi robotga o'xshaydi, lekin undan 2 barobar agressivroq bu. M15 da hozirgi test ko'rsataman. Balans $200 emas, sizlarga mayli $100 qo'yib beraman. 2026 boshdan 2026 yarmigacha test qilamiz. Yani grafik yoqmayapti menga, ko'paytirib qo'ymadim. Ketyapti. Grafik kurslar bo'ladi. $100 qo'yganmidim, necha qo'yganim? Bugun o'zida yana bitta robot, sizlarga yangi robot. Lekin narxi ham birozgina qimmatroq, lekin olsanglar o'zini o'zi qoplaydi. Mana testimiz tugadi. $100 dan $54,611 qildi 4 oy ichida. Endi bu real bozorda boshqacha bo'ladi. To'g'risida ochiq aytish kerak, men ko'pirtirib osmonga raketa qilib yubormayman. Bu sababi real bozorda broker zadreshkasi bo'ladi. Nima xalq tilida tushuntirsam, broker zadreshkasi bo'ladi, swap bo'ladi, komissiya bo'ladi. Bundagi bo'lmaydi. Hozir H1 da bitta ko'rsataman. Ha mayli. H1 emas, H4 da ko'rsatib beray. $100 dan H4. Yilda oxirigacha. Yilda o'rtasigacha, oxirigacha emas. Mana $71,000 ga ko'tarildi. $54,000 dan kunlik time frame da test qilib ko'ramiz. Kunlik time frame da kun tugadi. Kunlik time frame da $81,000. Demak, kunlik time frame da ishlasanglar yaxshiroq, eng yaxshisi shu ekan. Kunlik time frame. Sizlarga 2025 dan 26 gacha hozir sizlarga yarmlik yillik test ko'rsataman. Yarm yillik test. Kunlik time frame. Mana tugadi. $156,000 qildi 1,5 yilda. $100 $156,000. Endi ochiq gap aytaman, real bozorda sal boshqacharoq bo'ladi. Real bozorga 70-80% o'xshaydi, lekin boshqacharoq bo'lgan sababi bor. Real bozorda aytgandek broker zadreshkasi bo'ladi. Hammaga omad.